Birinchida turgan motoblogimizning narxi 4 million 500 ming so'm. Firmasi Texa firmani 7 ot kuchli motoblogi. Ikkinchida turgan motoblogimiz Motokami motoblogi, motori 7 ot kuchli, narxi 2 million 600 ming so'm. Uchinchida turgan motoblogimiz Texa firmani paddelka varianti, narxi 3 million 200 ming so'm. E'tibor bering. Oxirida turgan motoblog ham Texa, hamda birinchida turgan motoblog ham Texa motoblogi. Lekin buni narxi 4 million 500 ming, oxirida turganiniga 3 million 200 ming so'm. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'pchilik joylarda Texa motoblogini original variantida mana shu 3 million 200 lik variantini 3 million 600, 3 million 800, 4 million so'mgacha original variantida shu paddelka variantini sotishyapti. Shunda aldanib qolmasliklaring uchun shu videoni chiqarib beryapman. Faqatdan qanaqa motoblog olsangiz ham aldanib qolmasligingiz uchun qo'ldan kelgancha yordam bermoqchiman. Xo'p, o'rtadagi motoblogga ahamiyat berasiz. Buni boshqa do'konlarda 3,5-4 million sotilayotgan motoblog, lekin bizda optim baza bo'lganligi uchun buni narxi do'konchi akalarimizga beradigan narximizda tarqatyapmiz. 2 million 600 ming so'm. Boshqa do'konlarda eng kamida 1 million arzon narxda tarqatamiz. Xohlang bizdan orqadagi yashil holatda oling, xohlang yig'ilgan holatda oling, narxi o'zgarmaydi. Tushsa tushib beramizki, ustiga qo'shilmaydi. Xo'p, undan tashqari ahamiyat bersangiz, do'konimizda akalar 2 yil bo'lgan munosabati bilan tekinga instrument tarqatyapmiz. Xo'p, mana shu ko'rib turgan benzopiles boshqa do'konlarda 550 ming, 600 ming sotilayotgan benzopilarni tekinga beramiz. Xo'p, yonida turgan shurpoyor naborni ham tekinga beramiz. Kulich naborni ham tekinga beramiz. Shularga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument qo'yganmiz. Prosta tak mutlaqo tekinga bizni kuzatib, shuncha paytdan beri kuzatib kelayotganliklaring uchun tekinga tarqatmoqchimiz. Kimda kim shu instrumentlardan bittasini tekinga olmoqchi bo'lsa, videoga hoziroq bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb hoziroq yozib qo'ysangiz, tekinga shu instrumentlardan bittasini olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq buni ham ma'lumotini beraman. Bo'lmasa, motobloglarimizdan birinchi bo'lib boshlaymiz. Birinchi bo'lib o'sha arzon aytgan motoblogimdan boshlaymiz. Firmasi Motokami akalar. Motorlari 170F motor, 7 ot kuchli model. E'tibor bering, aytib o'tganimda 3,5-4 million sotilayotgan bu motoblogni atiga 2 million 600 ming so'mdan beryapmiz. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganizni zavodet olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Soatiga yarim litrdan 1 litrgacha rasxod qiladi akalar. Korobkalari o'sha 7 ot kuchli, sal kichikroq korobkasi qo'yilgan bo'ladi. Balonlari 400 ga 8 kichikroq balon, rollari kalta roldan bo'ladi. Komplektatsiyasiga freza, tormoz, dokument, kulich beriladi. Narxi 2 million 600 ming so'm. Xohlang shu holatda yig'ilgan, xohlang orqada korobka holatda olishingiz mumkin. Xo'p, endi original Texa motoblogimizga o'tadigan bo'lsak, bu original Texa motoblogi ham motori ahamiyat bersanglar 7 ot kuchlik, motori 170 motor. Bu Texa motoblogini ishlatganlar biladi. Boshqa arzonchi mana bunaqa motobloglardan sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat motobloglar va motobloglar ichida eng yaxshisi ham, sifatlisi ham o'zingizlar bilasizlar, har doim mana shu Texa firmani Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motobloglari bo'ladi. Chunki bu arzonchi motobloglardan bu Texa motoblogining farqi, birinchi o'rinda korobka qismlari katta bo'ladi, ikkinchi o'rinda moy datchiklari bo'ladi, uchinchi o'rinda karburatorlari ekonomishniy karburator qo'yilgan, kam rasxod bo'ladi. Klapanlar o'sha original klapan, katta klapandan qo'yilgan. Balonlariga ahamiyat bersanglar, baloni katta yumshoq balondan qo'yilgan bo'ladi va frezalariga ahamiyat bersanglar, qalin freza bo'ladi. Shuning hisobiga narx-navosi qimmatroq chiqadi akalar. Xo'p, bunimizning narxi 4 million 500 ming so'm, kami bor kelishtirib beramiz Texa motoblogini original varianti. Xo'p, ko'pchilik joylarda biz videolarimizdan ko'rib original variantida mana shu 3 million 200 ming so'm sotayotgan modelimizni 3 million 800, 3 million 600, 4 million so'mgacha mana shu variantini original deb sotishyapti. E'tibor bering, bunga ham Texa deb yozib qo'ygan.
Bu ham Teva tomoniga Texa Germaniya texnologiya asosida deb yozib qo'ygan. Lekin ishlashida, sifatida farqi bor. Bir ikkita tochkalarini ko'rsatib ketaman va motobloklarni shu joylariga qarab olsangiz bo'ladi. Oddiy misol, birinchi o'rinda moy quyadigan joyiga ahamiyat bersangiz, prostoylarda ko'proq bir tomonda keladi. Undan tashqari moydatchilar yaxshi ishlamaydigan variant bo'ladi. Hamda 3-o'rinda rangiga ham oz-moz e'tibor bersangiz, ikkala original bilan prostoy yonma-yon tursa, rangi ham sal pastroq svet bo'ladi akalar. Xo'p, bunimizni narxi aytib o'tganimda 3.200.000 so'm akalar. Boshqa joylarda 3.600.000, 3.800.000 gacha sotilyapti, 4 milliongacha. Biz 3.200.000 so'mdan beryapmiz bu padelka variantini. Original variantini olaman deganlarga 4.500.000 so'm. Stop. Qatdan qana motoblok olasiz ham aldanib qolmasligingiz uchun shu videoni ko'ring va borib original hamda prostoy modelini ajratib, o'zingizga yaxshi yoqqan motoblokni xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Xo'p, videoni boshida mana shu instrumentlarni tekinga beramiz dedik. Bizning do'konga kelasiz. Xohlasangiz bu motobloklarni oling, korobka holatda yoki yig'ilgan. Xohlasangiz bu tomonda mana skladimiz ichida ham to'la motoblok. Xohlasangiz bo'tdagi motobloklardan bittasini xarid qilib do'konni ichiga kirasiz. Do'konni ichida to'g'rida omadli baraban joylangan. Bu omadli barabanning ichida shurpayor nabor, kluch nabor, shunga o'xshagan ko'chada ko'rsatib o'tgan hamma instrumentlarim mana ko'rishinglar mumkin. Barabanga qo'yilgan. Motoblok sotib olib turib, kirib shu barabanni aylantirasiz va bu barabanni aylantirganingizda ichida qaysi instrumentda to'xtasa, o'sha to'xtagan instrumentni tekinga do'konimizning nomidan sizdan 100 so'm pul olmaymizda, shunda o'sha instrumentni sizga qo'shib beramiz. Bu prosta sovg'a do'konimizning nomidan. Chunki siz bizni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosib turganingiz uchun. Shuni hisobiga akalar, video bitta like bosib kelaverasizlar. Kelishtirib narxlarni ham arzon qilib beramiz. Ikkinchi o'rinda bonuslarni ham qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.